metan propan gaz o'rnatish bo'yicha eng ishonchli servisni tavsiya qilaman. Bugun bizning servisimizda Tracker avtomobiliga 47 talik tabletka gaz ballonni chiroyli qilib mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Belarusda ishlab chiqarilgan eng sifatli propan gaz ballonlardan biri. Oldi jihozlariga blok boshqaruvi, ya'ni miyasi Avansi 32 ga 4 Yevropa gaz brendi, juda ham sifati yaxshi blok boshqaruvdan. Farsunkasi Rail 2 ohmlik italyanskiy farsunka, eng yaxshi sifatga ega farsunkalarimizdan. Azizlar, buni birga bir Xitoy varianti ham chiqqan, shundan ozgina ehtiyot bo'lasizlar. Ozgina farqlari bor. Reduktoriga keladigan bo'lsak, italyanskiy Nordic AT09 reduktorimiz sifati juda ham yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan. Azizlar, bir metalik filtri hid chiqarmasligi uchun Fargumit shlanglari bilan o'rnatib beryapmiz. Bu yoqda Spark avtomobiliga 65 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlariga italyanskiy farsunkani Rail 2 ohmlik 4 taligi sifati boya aytganimda ham juda ham yaxshi sifatga ega. Reduktori Xitoy original reduktorlarimizdan. Buni ham birga bir pardelka variantlari ham bor. Azizlar, miyasi Stark GoFast 200. Blok boshqaruvi juda ham pastga o'rnatib olishdi bolalar. Mana korobkasi. Korobkasiga qarab baho bersangiz bo'ladi. Mana Vikor brendiga tegishli O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 65 litrlik metan gaz balloni, kranlarini ham eng yaxshi sifatga ega krani bilan o'rnatib beryapmiz. Azizlar, Yevropa gazdan uzoqlashmang, bizni kanalimizga obuna bo'ling, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bugun Yevropa gazda Gentra avtomobiliga 65 litrlik propan gaz ballonni chanaga chiroyli qilib mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlariga italyanskiy reduktor Nordic AT09 blok boshqaruvi Basika 24 ga 4 Yevropa gaz brendi va farsunkasi italyanskiy 2 ohmlik tezkor farsunkalarimizdan. Teshiklarni ko'rsatdim. Hop, bu yoqda Haval H6 mashinamizga blok boshqaruvini Jekto 48 ga 4 blok boshqaruvi bilan o'rnatib beryapmiz. 4 talik Rail farsunka 2 ohmlik tezkor farsunkalarimizdan. Reduktori italyanskiy reduktori bilan o'rnatib beryapmiz. Reduktori italyanskiy reduktor, ot kuchi 200 ot kuchini ko'taradigan reduktorlarimizni o'rnatib berdik. Orqa qismiga 61 litrlik tabletka Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballon bilan o'rnatib beryapmiz. Bu yoqda Labo avtomobilimizga 50 litrlik propan gaz ballonni oldi jihozlariga hammasini sifatli eng zo'r komplekt bilan o'rnatib beryapmiz. Labo avtomobilimizga 2 million so'mga o'rnatib beryapmiz. Haval avtomobilimizga Torpilus оборудованиemizni $750 ga o'rnatib beryapmiz. Gentra avtomobilimizga 65 litrlik propan gaz ballonni 3 million 600 ga full komplektlar bilan o'rnatib beryapmiz. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosib qo'ying videomizga.